işimiz Abirbek Mayatning yordamida qattiq simli inersiya momentini aniqlash. Bizga kerak bo'lgan qurilmamiz demak gorizontal aylanish, erkin aylanish o'qiga ega bo'lgan maxsus qurilmamiz, ya'ni 4 ta kristal stejdan iborat masallikni osilgan qurilmamiz kerak bo'ladi. Demak, buni ishga tushirish uchun rejim birga qo'yib olamiz ana. Demak, buning uchun kerak bo'lgan birinchi massasini, yuklarning massasini o'lchab olishimiz kerak. Har biri 50 grammdan, demak, общий 20 gramm, общий 120 gramm. Ya'ni massasini hisoblab olamiz, 120 gramm. Endi tush balandligi, ya'ni tush balandligimiz bu yerda 29, pasti 10. Demak, farqi demak tush balandligi hisoblanadi. Tush balandligimiz 19 sm hisoblanadi. 19 sm uni yozib olamiz. Endi demak shkifni radiusi kerak bo'ladi. Uning uchun shtanga sirku yordamida demak shkifning radiusini o'lchab olamiz. Ichki radius o'lchab olinadi. Uning uchun shtanga sirku yordamida diametr o'lchanadi. Diametrimiz 6 sm ekan. Demak radiusimiz 3 sm hisoblanadi. Demak radiusimiz 3 sm. Endi pulс tugmasini bosib demak tush vaqtini hisoblash kerak bo'ladi. Tush vaqti demak sistema ishga tushdi. Demak detektor yordamida sezadi. Demak tush vaqtimiz bunda demak 3.162, ya'ni 3.162 sekund tashkil qiladi. Endi hisoblab olingan natijalarni demak ichki formulamizga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ichki formulamiz qattiq simli inersiya momentini aniqlash uchun demak m(r) kvadrat j kvadrat - 2h taqsim 2h degan formula topiladi. Ya'ni m bu yerda osib qo'yilgan yukning massasi, r shkifning radiusi hisoblanadi, j erkin tush tezlanishimiz, t tush vaqti, h esa shu balandligi hisoblanadi. Formula qo'yib demak kamida tajribani 3 marta bajarishimiz kerak bo'ladi. Birinchi natija 2 3. Keyin 3 marta bajarganimizdan keyin olingan natijaning o'rtacha qiymati olinishi kerak bo'ladi. Ya'ni j1, j2, j3 uchisini qo'shtirib 3 ga bo'lsak, demak o'rtacha qiymat kelib chiqadi. Undan keyin absolyut xatolik topilishi kerak bo'ladi. Absolyut xatoligimiz demak o'rtacha qiymatdan dastlabki birinchi olingan natijaning ayirmasi demak birinchi o'rtacha qiymatni beradi. Ya'ni absolyut qiymatni beradi. Demak absolyut qiymatni kamida 3 marta olishimiz kerak. O'rtachadan ikkinchi, o'rtachadan uchinchi. Demak 3 marta bajargandan keyin absolyut xatolikni ham o'rtacha qiymatdan olish kerak bo'ladi. Oxirida demak nisbiy xatolik hisoblanadi. Nisbiy xatoligimiz dastlabki oxirgi absolyut xatolik o'rtachasini dastlabki o'rtachaga bo'lib 100% ga ko'paytirsak, demak nisbiy xatoligimiz kelib chiqadi. Nisbiy xatoligimiz demak 3-5% atrofida chiqishi kerak bo'ladi. Shu bilan demak ishni to'g'ri bajargan bo'ladi degan shunday.